Bugün sizler 2024 ayının 5. günü ettiği cüme vatandaş. Endilikte sizge sözleydiği leksiyimizi qaraysiz. Bu leksiyada bizden bu sözdavat qavı vaziyet doğrusidagi fikirlerimizin hemmesi xulosalaptı. Kim xulosalaptı vatandaş? Qizig'i shu ediki, Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin reisi Xi Jinping xulosalaptı. Qayerda xulosalaptı vatandaşım? Yan'anda. Mavzudun yetip kopkan gemide. Yani şu yerge berip inqilobiy jasoratini urg'utib degandek. Bu qitim aş sözlayotgan sözlerimizni Reis Xi Jinping xulosalaptı. Men hozir so'zlayman, siz bir anlab beqing vatandaş. Bunun qo'ygan mavzumunda vatandaşım diye Xi Jinping'nin iki cihetli sözlüğü sözü. Vahimilik, keyfiyat. 3. umumi yig'in. Avval urush e'lon qilish. Mavzuli xabar 7. ayning 5. kuni Vanve tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Deyli biz deb bo'ldik. 3. ayının 15. günü Beijing'de 3. umumi yig'in echiladi. Vaqt belgilenip oldu 18. günügüçü 3 gün. Yig'in anlaşıla qaraganda islahatlı chunqurlashtirish yig'ini deb ataladi ekan bu yig'in. Bu 3. umumi yig'indan kutgan umidlar hozir tashqari dunyoda bo'lsin, Çünkü memlekette bolsun ümitler zor. Endi inşallah xilma-xil xiyal öyle. Çünkü üçün aytganda ve mustamlika Uyg'uriston üçün aytganda bir söz siyaset yumshab qalamı deydigan bir söz. Endi bu bastırışları insanın bardoshlik berishi cheklik vatandaşım hozir Uyg'ur xalqi ko'rayotgan dard alam tortayotgan jafo mushaqqat Uyg'ur xalqining bugungi turmushini tragedik turmuş desiniz buludu o vatandaş. Endi şundaqda mı insan muşundaq paytda özünün düşmünü, özünün mustamliki qılıp turayotgan bir partiyanın siyasetide bir özgürlük bulamı degan niyetli buludu o vatandaş. İnsan şundaq bu. Tasavvur buludu, ümit buludu, lekin tasavvur müeddi ziyade eş. Ümit qilishmadilin ziyadalash. Bu yerda hukm mush maqolani tayyorlayotganlarning hukmi shundaqki, bu yerda hammasi siz uchun ziyoda, biz uchun ziyoda. Gap 3. umum yig'in deganda umid kutmang. Jungo kompartiyasidan umid kutmang. Bu diktatora, bu mustabidning hozirgi zamondagi holi ahvoli özü şuya geldi. Mesele sizge kengçilik bilen bir siyasetini oturup elip çıkışamaz. Mesele Cumhuriyet Kompartiyası'nın siyasi hakimiyeti. Kandak müstahkemdir. Vasıtallap oturmaydı. Mesele şuya dör dedi. Cumhuriyet Kompartiyası 6. ayda bir yig'in çakırdı dedi. Bir signal oturup çıktı dedi. Bu signal partiya degan signal. Yani partiya mavcudluğu, partiya huquqi, partiya tashkili. Mushu huquqni merkezleştirip tutup turalısang Jungo aman. Agar sen bunu merkezleştirip tutup turamıyorsan Jungo veyran. Gumran, yemiriliş ve gumran buluş degan şu yerden keledi. Hazır bu signal partiya degan isim bilan o'ttirg'i chiqdi. Bu signaldan qaraganda barliq xiyollar boshlayotgan barliq tasavvurlar, barliq umidlarning hammasi qimmat jihatdan nolga barobar. Yo'q. Sen umid qilding, umiding yo'q. Sen talab qilding, talabing yo'q. Sen xiyol qilding, xiyoling yo'q. Bu deganlik natija yo'q. Sen uchun hech qanday natija yo'q. Ichki tashqi vaziyatga bo'g'ilib qolgan mushundaq jiddiy paytda har tarafda kriz. Xi Jinping hozir Jungo xalqiga bir maydon urush boshladi. Qanday vatandaşım arlıqdı biz. Vahima dedi o 5. ayının 21. günü balalarının böğrüğünü, ciğerini kesip setiş vahimi cemiyet tarqat dedi o. Endi hazır Xi Jinping taraftan kilovatqa vahima
birini börekni kesip setiş, elip setiş meselesi emas. Bugün umumiyüzlük. Bütün Cungo cemiyeti umumiyüzlük yetip kelyapatkan vahime kimden? Cungo Kompartiyasıdan kimden? Reis Xi Jinping'den. Onun ismi neme? Uruş. İçki uruş. Yani Cungo Kompartiyasının purala qaratkan uruşu. Cungo halkı qaratkan uruşu. Diktatura. Dikkat vatandaş. Cungo'da içki uruş başlandı bu şekilde. Manevi uruşu mu? Öyle kurallık emas. Amerika'da yaşavatkan ozor Çin köyde. Ve müstakil tədqiqatçı tünüge bizler tanıştırdık. Kanunshunos Jangji. Tahlil qilib bu voqealarni mundaq ko'rsatdi. Amaliyotda Xi Jinping bu ishga urushga taqobil turishga allaqachon tayyorlik qilgan edi. Dedikmi kommunallashtirish. Masalan, tuniga so'zildi Uyg'urlarni turmadan bu ishdan qo'yib birib, yana o ishdan kesim e'lon qilish. Xi Jinping allaqachon boshlig'i va allaqachon tayyorlik qilgan edi. Yaqinda Xi Jinping yani Yan'anga berib yığın açtı. Bu yığında sözlügen sözleri her yolla arkalık cemiyetke ekip çıktı. Biz şu da orada tahlil yürgüzdük deydi. Xi Jinping sözlügen sözü de bütün partiyeni edeplep mundak deydi. Biz bugün endi yığın içivatımız. Biz işki uruşka tayyarlık kılıvatımız. Yani partiyalar halk oturursa uruş partlaydı. Biz şu urushga tayyorlik qilyapmiz. Taqobil turishga tayyorlik qilyapmiz. Sizlar ko'rib yetdinglarki, biz hozir intayin zo'r iqtisodiy va siyosiy krizisga duch keldik. Hal qilishning chorasi nima vatandosh? Krizis jamiyatda. Iqtisodiy, siyosiy krizis jamiyat. Buni hal qilishning chorasi nima? Bu partiyaning programmasi, minimum programımız orqali hal qiladigan bir nutq bilan bir so'z bilan so'zlab hal qiladigan narsa emas. Jamiyat krizis ekan, siyosat, iqtisod krizisi. Buning uchun jamiyatni adaplash desangiz abstrakt bo'ldi. Konkret adaplashda Jungoda yashayotgan odamlarni adaplash. Shuningga bordi-da bu. Buning o'zi ishki urush deb ataladi vatandash. İşki urush başlandı Jungoda. Eğer biz işki urush bilan taqobil turmasak, partiyamiz ve hükümetimiz gumron bo'ladi. Maqsad aydınlaştırma, demek vaziyet doğrusu xulos chiqarishni partiya chiqaryapti, Reis Xi Jinping chiqaryapti. Eğer biz bu ishki urush qilmasdan, vaziyet xalq tarafidan egallangan hamman tashabbuskorlik xalqning qo'liga o'tgan hamman siz u vaqtda qog'oz qo'lvoqqa aylanib atmosferaga olam ko'kiga chiqib ketasiz kompartiya. Şuna biz bunun oldini olish uchun xalq shu vaziyatni tushunib, xalq shu vaziyatni tonib, o'rnidan qo'pqich bo'lgan arliqda partiya, Jungo Kompartiyasi bu xalqqa taqobil turishdan bir yo'l usuli ishki urushni yo'l qo'yish. Xi Jinping mundaq ko'rsatdi. Hozir saqchi bilan bojga hamkorlashdi. Ko'rdingizmi? O'zi debdi. Mana yaqinda jamiyatda bo'lgan o'tirib chiqib qolgan edi bu. Saqchi bilan bojgirni hamkorlashtirdi. Masalan, boj idorasida ish boshlansa, uni noqul bostirishga ketadigan saqchi guruhi yo'q. Shuni saqchilarni biz bojgirlarga yollab berdik. Ya'ni bojgir saqchining yenida turdi. Memleketi, Xitoyning ichki memleketida ahvol qanday bilmaymiz. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida bojgirning hammasi Uyg'ur. Hargiz Xitoy o'zi yoki Xitoy mustamlikachi o'zi o'tirg'i chiqib Uyg'ur fuqarolardan boj olmaydi. Bu boj elishni Uyg'urlar oladi. Uyg'urlarni belgilaydi. Chunki bu yerga munosabat bevosita munosabat bo'lib qoladi. Bevosita munosabat manfaat munosabati bo'lib qoladi. Demak, sen boj berasan deb bir Xitoy sizning oldingizga qarab tursa, siz Uyg'ur bir odam sifatida o'ylaysizki, sen kim? Men sana nimishqa boj beraman deydigan narsa kallada tuyg'uda bo'ladi. Şuna Xitoy boj idorasiga butun Uyg'uriston, mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urni ishildi.
Endi kelin bu Bajger Uygur'un 8 yançığı var. Bir yançığı ata-anası işleydi. Bir yançığı özünün ailesiga bala-chaqasiga işleydi. Bir yançığı paraxorlarga, aldamchi-xitoylarga, özünün üstündeki başçılarga berishga işleydi. Yana bir yançığı dost birodar og'inlari 8 yançık. Toshqizanmaysiz. Bu Bajgirlarning yançığını toshqizanmaysiz vatandaş. Ahırda faqat bir yançık devlet hazinesiga işleydi. Çünkü bu Bajgirlarga çare yok. Onun beşini ottargan, işhanı da ottargan Xitay Bajgir, bu Uygur Bajgirni aşı yolga salıdı. 8 yançıktan 6 yançıkdan tapkan pulni özünün beşini ottargan Xitay Bajgirga tapşırmasa, hele Bajgir bop işlewatgan Uygurga bu hizmet yok. Demek bugün hazır hani şu Bajgirlar hareket geldi. Hem de onun yanında Xi Jinping'in sakçıları hemkarlaştı. Sakçı Bajgir hemkarlaştı. Bu hücumda kandak paraz kılacağız bütün memleketke. Soda ticareti, aşpez, navay, öy beci, u beci, turak beci, koy beci, bazar beci, baj. Demek sakçı Bajgir hemkarlaştı. Birinci hücum Xi Jinping özü degендek içki uruş Jungo puralara qartıl dedi. Bay bolgan kişilerin koludaki pulunu eliş gerek. 30 yıllık bajını tekşiriş gerek. Qo'shimcha qimmat yaratgan bo'lsa, hamma pulni tartib olish lazım. Şuna biz cho'qim bu urush shaklida elib boramiz. Majburlash shaklida boylik to'playmiz. Ma gaplar Reis Xi Jinpingning og'zidan chiqyotidi vatandosh. 6-oyda ochilgan yig'in, yanandagi yig'inda Xi Jinpingning og'zidan chiqyotidi. Ya'ni xalqdan pul olamiz, zo'ravonlik bilan olamiz. Boy to'laysa zo'ravonlik bilan olamiz. Ko'ch bilan olamiz. Nima bo'lib ketdi Jungo jamiyati vatandoshim? Nima bo'lib ketdi Jungoning vaziyati vatandoshim? Jamiyati va vaziyati qaysi kunga kelibdi? Hozir qarang, qog'oz qo'lvoq kichikgina aqdi suvning ustida, kichikgina mang'idi suvning ustida, keyin suvda namlashgandan keyin qog'oz qo'lvoq eribdi ketdi. Qog'oz suvning ustida laylab qoladi. Jungo'nun siyasi hakimiyetini qog'oz qo'lvoq ustida o'ltirgan siyasi hakimiyet desiniz, meyada Reis Xi Jinping o'zi hozir o'zining xalqiga ishki urush. Kompartiyada pul yo'q tunigan dedik, maliyada pul yo'q. Pulni xalqning qo'lidan zo'rlab elib olish, zo'rlab tortib olish. Hakimiyet qaysiga yetib ketdi vatandosh? Jungo Kompartiyasının mecburlavatıdır içki vaziyet ve tashqi vaziyet. En asaslығы tashqi vaziyet mecburlavatıdır. İçki vaziyet qancha bo'lib kelsa mana bu shuna bostırdıken sen öldürgen üstügeydi. Deken tashqi vaziyeti taqabul turamaysan. Hazır demek bu vaziyetni tayyorlagan asli vaziyet bu tashqi vaziyet. Nima deydi o? Endi deydi o, biz agar soqchi Bajgirni ish qilib, yana maqsadga yetolmasak, ishimizni hal qila olmasak, iqtisodiy qiyinchilikdan qutula olmasak, undaqda biz urush iqtisodi bilan shug'ullanamiz. Ya'ni urush davri iqtisodi. Butkul Jungoning iqtisodiy faoliyatlarining hammasi urush davri iqtisodiga kirish kerak. Xuddi Tayvan hujum qilayotgandek, Xadda qaysi bir yer hujum qilayotgandek, Jungo iqtisodi urush davri iqtisodiy bo'lish kerak. Siyosiy jihatda bizdan norozi bo'lgan kishilarni bostiramiz. Shaxsiylar gumron bo'ladi. Bankalar gumron bo'ladi. Shirkatlar gumron bo'ladi. Biron chapqo'y yetib keladi. Biz qo'limizdagi nayzimizni qonga bo'yaymiz. Magap Reis Xi Jinpingning og'zidan chiqyotdi vatandosh. Nayzimiz qonga bo'yiladi. Demak, qo'limizdagi nayzini qonga bo'yaymiz. Qandaq rasl ishga urishmikan? Jungoda bu ishga urishni kim qo'zg'atdi? Militaristlar emas. Hozir qonunim bor, asosiy qonunim bor deb davron qildigan Jungo Kompartiyasi boshlayotdi. Ishga urush Jungoda boshlandi. Pul
Alıman, tekşürmen, bahane, sebep, pul. Neyzini kanğı boyayman, kolundaki pulunu tataman. Çünkü kompartiyasıga maliyet tügüdü, maliye yok. Bu demek hakimiyet tügüdü degen. Ama şu biz sizlerge sözlevatqa vaziyetni bugün Xi Jinping özü xulasalap ötedi. Aşı yığından taşqırıga ekip çıkan bu sözlerini hazır delilleş ki amalımız yok deydi. Çin köyde ölen cangcıya şikine per mütehassıs. Lekin bu sözde məlum derdi de Reis Xi Jinping'in roya halatını ve tefekkür yolunu aksi ettirip beridi deydi. Birinci akırap durun. Xi Jinping çünkü halkını düşman qatarı koydu. Demek bastırı men dedim düşman qatarı koydu. Çünkü halkı qartılgan işki uruş yolu koydu demek. Nezini kanğı boyayman bulançılık kılıman dedi. İkinci, işki uruş dedi yani zorvallıklı yolu koyup bacı alıdı. Halkın koludaki barlıq baylıqni bulap alıdı. Üçüncü, uruş devri iktisadını yolu koydu. Eğer iktisadi krizis partlısa, cemiyetke afet yetip gelidi. Afet yetip gelidi, cemiyet kozguludu. Üyed bir yerde karşılık köstüdü. O vakti çünkü kompartiyası koludaki nezini işiltip kanğı boyaydı. Bu bugünkü cüngünün vaziyeti vatandaş. Halkını bastırdı. Xi Jinping yakında yolu koyduğun 3 kademlik siyaset. İşki uruş, zorvallık bilen baceleş, uruş devri iktisadi. Bula 3 kademlik siyaset bulup hazır çünkü kompartiyasının reisi Xi Jinping'in ağzıyla nemi dedi? İşki uruş, pırala kartılgan uruş. Nemi dedi? Hemen xulasalap boptu vaziyet doğrusu da bizim qaysı sözleşimizden zaruri devam vatandaşım. Biz sizlerge sözlevatqa vaziyetini bugün çünkü kompartiyasının reis Xi Jinping xulasıl deydigen gap. Demek yetip geldi. Hemen narsa yetip geldi vatandaş.